Desak ba'zilarimiz ham namoz o'qiyapmiz, unda bu narsa zotan sizga farz bo'lgan amal-ku, oxirat uchun nima qildingiz? Namozni Alloh taolo sizga farz qildi. Siz men dunyoda namoz qildim deya olmaysiz. To'g'ri aytasiz, lekin Alloh taolo sizga farz qilgan amallardan tashqari yana qanday amal qildingiz? Dinga qanday bir yordam berdingiz? Rasulullohning mana u tashlab ketgan merosini amal qilib va yetkazdingizmi? Qarang, mana bunday savollar bo'ladi. Oysha onamizda hadis keladiki, qiyomatda Alloh taolo: "Ey qulim, dunyoda sen nimaga buni bunday qilmading?" deb aytsa, unga jahannam vojib bo'ladi. U qul ma'zurat aytolmaydi. "Ya Robbi, dunyoda manavi dajjollardan qo'rqgan edim, mana bu tog'utlardan qo'rqgan edim" deb aytsangiz, hech e'tirozingiz qabul qilinmaydi. Chunki o'sha kuni o'sha tog'utlar yerda kichkina bir maxluqlarga aylanib qoladi. Alloh azza va jalla aytadiki, "Mana shundan qo'rqdingmi sen? Mana shu tog'utdan qo'rqdingmi? Qara qanchalik xorligini." Deganda nima deysiz? Demakki, biz din yo'lida amal qilamiz desa, bizni hech narsa to'xtab qolmasin. Hech narsa to'xtatmasin. Sahobalar jangda qarshisida ota-onasi chiqdi, kallasini olib tashlamadimi? Oyat nozil bo'lmadimi? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddalloha va rasula. Allohga va oxirat kunga iymon keltirgan qavmni Alloh va Allohning rasuliga qarshi chiqqan kishini do'st tutganligini topolmaysan. Walau kanu abaahum, agarchi otalari bo'lsa ham, aw abnaahum, yoki bolalari bo'lsa ham, aw ashiratahum, yoki qarindosh urug'lari bo'lsa ham. Ulaika kataba, ana o'shalar, ulaika katabahumul iymon. Alloh taolo ularning qalbiga iymonni yozdi. Mana bunday ishlarni qilasiz, keyin sizning qalbingizga iymonni yozadi va ularni ostidan al-Horor oqadigan jannatga kirgizdi va ular jannatda abadiy qoluvchilardir. Alloh ulardan rozi bo'ldi va ular Allohdan rozidir. Ogoh bo'linglar, mana shu Allohning jamoatidir deydi oyat davomida. Demakki, din xizmatlarimizni ko'p sanamasdan dinga yana ham ko'proq xizmat qilaylik va bilaylikki, bu lazzatlar ertaga to'xtaydi. Shuni zikrini ko'paytiraylik. حدثنا عبد الله بن بحير أنه سمع حانيا مولى عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. Usmon radhiyallohu anhuning mavlosi ozod qilgan qulidan rivoyat qilinyaptiki, bu kishi aytdiki, Usmon radhiyallohu anhu bir qabrning ustiga vaqa'a ala qabr, bir qabrning ustiga to'xtasa, qabrning oldiga kelganda baka yig'lar edi, hatta yabulla lihyatahu, hattoki soqollari hul bo'lib ketar edi. Shunchalik darajada yig'lar edi. Yig'lashlik bizaligi bir ojiz bo'lganligimiz uchun yoki bir qalbimiz bo'sh bo'lganligi uchun emas, yig'lashlik Allohdan qo'rqib yig'lashlik fazilat. Ba'zilar hali qo'rqib yig'lagan odamlarni bir pastlanadigan odamlar ham bor ichimizda. Allohdan qo'rqib yig'lashlik fazilat. Ba'zi hadislarda keladiki, ikki bir tomchi qatra borki, jahannamga kirmaydi. Allohning yo'lida to'kilgan qon va Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z yosh, bu ikkalasi jahannamga kirmaydi deydi. Demakki, Abu Usmon radhiyallohu anhu qabrning oldiga kelganda yig'lar edi. Yig'laganda ham oddiy yig'lamas edi. Soqollari ho'l bo'lib ketar edi. Faqila lahu, shunda u kishiga aytildiki, tuzkarul jannatu wan nar fala tabki. Sizga jannat va jahannam eslatiladi. Uxlaganlar bo'lsa uyg'otaylik, birodarlar. Uxlaydigan emas. Senga jannat va jahannam eslatilsa, yig'lamaysan. Va tabki min hada,
Shundan yig'laysanmi? Qabrdan yig'laysan. Vaholanki jahannam to'g'risida yana ham katta vaidlar bor. Jahannam to'g'risida yana ham qattiq qo'rqituvlar bor. Bular zikr qilinganda yig'lamaysiz. Siz shu qabr zikr qilinganda yig'laysiz. Buni hikmati bu nima? Usmon radhiyallohu anhudan so'rayapti Mavlosi. Shunda Rasululloh Usmon radhiyallohu anhu aytdiki, albatta Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam aytdi, albatta qabr oxirat manzillarining birinchisidir. Bas, kimiki undan najotga erishgan bo'lsa, undan keyingisi undan osonroqdir. Va kimiki undan najotga erisha olmasa, undan keyingisi undan ham shiddatliroqdir dedi. Qarang, biz qiyomatda jannati yo jahannamiyligimizni qabrda bilib olamiz. Qabrga tushgan bo'lsak, qabrga bizni qo'yib ketgandan keyin ba'zi hadislarda keladi, agar odam o'lsa, unga 3 narsa ergashadi. Qabrgacha ergashib keladi. Bu birinchi farzandlariz, akangiz edi, ukangiz edi, o'g'lingiz edi, jiyaningiz edi va hokazo. Ular ergashib keladi. Ikkinchisi to'plagan molingiz. Kechani kecha demadingiz, kunduzni kunduz demadingiz, to'pladingiz. Bu molingiz ergashib keladi sizni qabringizgacha. Va uchinchisi solih ya'ni amallaringiz. Siz qilgan butun amallar siz bilan birga keladi. Va hadisda aytiladiki, shu 3 ta narsadan bitta narsa qoladi va 2 narsa qaytadi. Sizni o'sha yaxshi ko'rgan o'g'lingiz, sizni o'sha yaxshi ko'rgan ukangiz sizni ko'mib qaytadi. Qaytadi. Sizni otangiz sizni ko'mib qaytadi. Yoki aytganimdek to'plagan mollaringiz sizga bir kafandan oshiqcha narsa ziyoda qilinmaydi. Nima qoldi? Amallaringiz. Inson qabrga qo'yilganda unga amallari keladi. Shunda qabrdagi odam shunday qaraydiki, bir inson oppoq kiyimda, munavvar, yuzlari go'zal, aytadiki, "Ey inson, sen kimsan? Ko'rinishingdan bir go'zal odamga o'xshaysan." Deganda u aytadiki, "Men seni amallaringman. Esingdami dunyoda shunday amal qilgan eding? Esingdami dunyoda masjidlarda namozlar o'qigan eding, madrasada ilm o'qigan eding? Esingdami dinga xizmat qilgan eding? Mana men shu seni amallaringman. Qiyomatgacha sen bilan birgaman" deydi va unga o'sha qabrda jannatdan bir teshik ochiladi va jannatdagi o'rnini ko'rib yotadi. Jannatdagi o'rnini ko'rib yotadi. Bu sahih hadislarga sobit. Yana ba'zi odamlar bor, qabrda qayta tirilgandan keyin qaraydiki, unga bir odam keladi, yuzi bir xunuk, bir qo'rqinchli bir odam. Shunda ko'rib aytadiki, "Sen kimsan? Ko'rinishingdan bir badbaxt odamga o'xshaysan. Bir xunuksan. Ket bu yerdan" deydi. Shunda u nima deydi? "Esingdami? Men dunyoda sening amallaringman. Dunyoda meni qo'yib yubormagan eding-ku. Dunyoda esingda bormi? Diskotekalarga borib yurgan edik. Bilasanmi, dunyoda anday-manday o'g'irlik qilgan edik. Mazza qilib, kayfi soqo qilib yurgan edik. Mana shu men seni amallaringman. Qiyomatgacha sen bilan birga" deydi. Va o'sha zahoti jahannamda bir eshik ochiladi, bir teshik ochiladi. Jahannamdan kelib turadi o'yin tutunlari. Jahannamdagi yerini ko'rib turadi. Avvalgi odam aytadiki, duo qilib turadi, "Ya Robbi, qiyomatda tezroq qoyim qilgin, shu jannatimga, yerimga eson-omon yetib olayin" deydi. Narigi odam aytadiki, "Ya Alloh, men qabrda shunchalik azob ko'ryapman, qiyomatni biroz kechiktirgin, qiyomatdagi ahvolimni ko'rib qo'rqib ketyapman" deb yig'lab turadi. Qaysi birini bo'lishni xohlaysiz? Yaxshi inson aytadi-yu, ko'ram hassasi bir marta yo'q. Demakki, bilaylik bu din xizmatlarini, bu Allohga haqqi bilan ibodat qilishlikni bilaylik. Shuning uchun yig'lar edi. Mana bunday narsalarni sahobalar bilar edi. Shuning uchun soqollari ho'l bo'lguncha yig'lar edi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ma ra'aytu manzaran qattun illa al-qabra afda'u minhu." Va hadis davomida yana Abu Hurayra, yana Usmon radhiyallohu anhu aytdiki, Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Men qabrdan ko'ra yana ham dahshatliroq bo'lgan bir manzara ko'rmadim." Rasulullohga hamma narsa ko'rsatildi. Rasulullohga jannat ko'rsatildi. Rasulullohga jahannam ko'rsatildi. Rasululloh Mirojga chiqqanda, Isroga chiqqanda ko'rdi buni. Va
qabrni ham ko'rdi. Rasul aytadiki, men yana ham qabrdan ko'ra dahshatliroq bir manzara ko'rdim. Demakki, agar biz dunyoda zohid bo'lsak, dunyoda mustahkam bo'lib, Allohning ibodatiga mahkam turib, din xizmatlariga mahkam turib, qo'limizdan kelganicha, zotan Alloh azza va jalla bizni toqatimiz yetmaydigan narsaga buyurmaydi. Alloh azza va jalla bizni toqatimiz yetadigan narsaga buyuradi. La yukallifullohu nafsun illa wus'aha. Nafs faqat toqat yetadigan narsaga buyuriladi. Demak, Alloh azza va jalla va Allohning rasuli bizga buyurgan narsalar bizning toqatimiz yetadigan, kuchimiz yetadigan narsa ekan, nimaga qilmayapmiz? Agar toqatimiz yetmasa edi aytar edik. Bizga buyurgan narsaga bizni kuchimiz yetadi ekan, demakki qilishligimiz kerak buni. Alloh azza va jalla hammamizga sahobalar kabi shijoatli va sahobalar kabi bir zohid bo'lishni hammamizga nasib qilsin va bu yo'lda sahobalar kabi katta bir diniy xizmatlar qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.